Mavzu aslida millatchilik, irqchilik yoki diniy qarama-qarshilikni targ'ib qilgan holatda chiqariladigan kontentlarni va shu orqali insonlarni bir-biriga bir g'azabini, nafratini ko'paytirgan holatda nizo yoki janjallarni ko'paytiradigan kontentlarni qo'llab-quvvatlamayman. Lekin mana bu videoni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Videoda o'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, bu joy, demak, sinagog deb ataladi. Yahudiylarning o'sha ibodat qiladigan joyi. U so'zlardan va simvollardan o'zi ham bilib olgan bo'lsangiz kerak. Endi yuqoridan tushib kelgan narsa ipga osilgan holatda qo'ldan yasalgan qo'g'irchoq va unga aynan falastinliklarning atributlari, sharflari, belgilari qo'yilgan holatda, demak, yuqoridan osilgan holatda tushdi. Amerika tarixini o'qigan, qiziqqanlar yoki xuddi shu mavzuga aloqador, ya'ni Amerikadagi segregatsiya mavzusiga, oq tanli va qora tanlilar orasidagi, demak, irqchilikka asoslangan, demak, nizolarga qiziqqan insonlar yoki kinofilmlarni ko'rganlar bilishadiki, xuddi shunga o'xshab ketadigan proseslar Amerikada linching deb ataladi. Linching qanaqa bo'lgan? Bu samassud asosida, asosan qora tanlilar, oq tanlilar tomonidan urib o'ldirilgan yoki chalajon qilgan holatda uni osib qo'yishgan. Ba'zi holatda terisini ishlab olishgan, ba'zi holatlarda bo'lsa yoqib yuborishgan, daraxtga ilgan holatda, ba'zan bo'lsa ikkalasini ham qilishgan. Va ushbu yuqorida ko'rgan narsamiz istalgan dindan, millatdan, irqdan chiqishdan qat'iy nazar insonlar orasidagi adovatni, nizoni kuchaytirgan holatda janjallar, urushlarga sabab bo'ladi va insonlarning begunoh qonlari to'kilishiga sabab bo'ladi. Afsuski, bular xuddi shunaqa chaqirg'ilar bilan butun boshli millatni yoki davlatlarni yana ham ko'proq urushga, qon to'kishga, demak, da'vat qilib kelishyapti. Yana bitta narsani aniq aytib o'tishim kerakki, har qanaqa din, millat yoki irqda xuddi shunaqa kabi ultra fikrlaydigan, ya'ni hamma narsaga, demak, kuch bilan yechim topsa bo'ladi deb o'ylaydigan, qon to'kishga targ'ib qiladigan odamlar bor, afsuski. Bu dinga bog'liq narsa emas va afsuski mana shunaqa insonlar bo'ladi. Bu islomda ham bor, afsuski, xristianlarda bor, mana va ko'rib turibmiz, yahudiylarning ichida ham bor. Yaxshini yaxshi, yomonni yomon deyish kerak va bu narsalarni, ya'ni yaxshi qilayotgan ishini ham, yomon qilayotgan ishini ham uni diniga, millatiga va irqiga taqab qo'yish kerak emas. Afsuski, bu holat xususan G'arbda, demak, musulmonlarga qarshi juda ham ko'p qo'llaniladi. Ya'ni biza, ya'ni musulmonlardan bittasi nimadir xato ish qilib qo'ysa, faqatgina borib uni diniga yopishishga sabab bo'lib qoladi oxir oqibatda.